Sirdaryo viloyatida davlat idoralarining rahbar xodimlari savodxonlik darajasini baholash maqsadida o'tkazilgan diktant olish amaliyotidan salbiy natija qayd etgan. Ma'lum qilinishicha, bu holat viloyat rahbariyati tomonidan jiddiy tanqid qilingan. Jumladan, Sirdaryo viloyati hokimi Erkinjon Turdimov davlat tilida ish yuritish qonun talabi ekanligini, unga rioya qilish har bir rahbar va mas'ul shaxsning fuqarolik burchi ekanini aytgan. Shuningdek, viloyat hokimining maslahatchisi G'aybulla Yusupov agar mazkur imkoniyatlarga befarq bo'linmasdan tavsiyalarga e'tiborli bo'linsa, ko'chalarimiz, tashkilot va biznes subyektlarimizdagi ajnabiy nomlar o'rniga milliy til va madaniyatimizga mos nomlar egallashini, bu esa jamiyatda milliy o'zlik va iftixor tuyg'usini kuchaytirishni ta'kidlagan. Viloyatimizda davlat tilida ish yuritish malakasini oshirish o'quv kursi tashkil etilgan. Har bir tashkilot, korxona, muassasalarni shu xat hujjatlari bilan shug'ullanuvchi xodimlari borib malakasini oshirishi mumkin. Natijada o'sha ish yuritish hujjatlarini davlat tilida faoliyat yuritishi bexato yuritilishiga sabab bo'ladi. Tashqi targ'ibot vositalari bo'yicha Davlat xizmatlari agentligi tomonidan milliy nom.uz platformasidan istagan turdagi o'zbekcha nomlar berilganligini tushuntiryapmiz. Agar mana shu holatga bee'tibor bo'lmasa, barcha o'sha berilayotgan takliflar, tavsiyalarga e'tiborli bo'ladigan bo'lsa, o'sha ko'chalardagi ajnabiy nomlar kamayadi va o'zimizning milliy nomlar bilan nomlanishiga erishamiz. Viloyatda savodxonlikni oshirish, rahbar kadrlarni bosqichma-bosqich davlat tilida ish yuritish asoslariga o'rgatish va ularni malaka oshirish markazlariga jalb etish yuzasidan choralar belgilangan.